Real Madrid o'zining yarim tarkibi bilan bugun qanday o'yin ko'rsatadi? Hamyurtimiz Abduqodir Husanov Vinicius hamda uning jamoadoshlarini to'xtata oladimi? Shu va shu kabi yangiliklar bilan yaqin daqiqalarda Asko kanali. Sizlar bilan efirda Humoyun Qo'chqorov hamda Shahzod Abdujabborov. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz yana bir kuchli o'yinni ko'rib o'tamiz. UEFA Chempionlar Ligasining Bruksel turining birinchi o'yini Real Madrid Manchester City. Bilamizki, Real Madridning juda ham ko'p futbolchilari hozirgi kunda jarohatda. Kylian Mbappe, Jude Bellingham, asosiy yetakchilar bular. David Alaba. Bularsiz o'yin baribir tempi pasayadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu o'yinda Real Madrid ancha bosim qila oladimi? Lekin bir narsani unutmasligimiz kerak. Real Madrid har qanday tarkib, har qanday holatda ham o'zini ko'rsata olgan va asosiy o'yinchilarsiz ham yaxshi natija ko'rsata olgan komanda. Buni yaqqol misol 2023-yilgi o'yinda ham ko'rishimiz mumkin. Jamoaning asosiy o'yinchilari, asosiy yetakchilari, liderlari jarohatda bo'lsa ham, zaxira o'yinchilari o'zini kuchli ko'rsatgan. Luni o'zini prime davrini ko'rsatgan. Penaltilarda kuchli seyflar qilgan. Jarohat bilan Carvajal o'yin boshidagi jarohat bilan Carvajal oxirigacha o'ynagan. Buni unutmasligimiz kerak. Ularning matonati, jasorati, o'yinda ko'rsatadigan harakatlari albatta Realning kuchli tarafi hisoblanadi. Va shuni unutmasligimiz kerakki, City ham ancha kuchli tarkibda, hamyurtimiz ancha ishonchli o'yin ko'rsatmoqda so'nggi o'yinlarda. Hozirgi kunda Manchester City'ni deyarli to'xtatib bo'lmayapti. O'tgan o'yinda Newcastle'ga qarshi o'yinda ham ko'rdik. 3-1 hisobda, katta hisobda yutdi. Bu o'yinda hamma kuzatgan bo'lsa, Manchester City deyarli umuman Newcastle'ga imkon bermadi. Aytib o'tadigan bo'lsak, Manchester City ham ancha kuchli komanda hozirgi kunda. Ryan Cherki degan o'yinchilar juda ham o'zini ko'rsatmoqda. Bunga nima deysiz? U Newcastle bilan o'yin juda ham kuchli o'tdi. Ayniqsa himoyada yetakchilik qilgan hamyurtimiz Abduqodir Husanov bir qancha vaziyatlarni bartaraf etdi, o'zini juda yorqin ko'rsatdi, Pepning ishonchini oqladi va bu bilan o'zining asosiy tarkibdagi o'rnini saqlab qola oldi deb o'ylayman. Va bugun ham asosiy tarkibda tushadigan bo'lsa, u Viniciusga ancha qiyinchilik tug'diradi va o'ylaymizki, bu Abduqodir Husanovning yorqin o'yinlaridan biri bo'ladi va gol kutib qolamiz undan, albatta har doimgidek. Lekin shuni unutmasligimiz kerakki, Viniciusga agar ozgina zona beriladigan bo'lsa, u butun o'yin taqdirini hal qila oladi va Gonzalo Garcia ham yetakchi futbolchiga aylana oladi deb o'ylayman kerakli vaziyatlarda va buni isbotladi bir qancha o'yinlar bilan. Unga ishonib qolamiz har doim. Biz albatta kimningdir yutishiga yo yutqazishiga ishonib emas, albatta chiroyli o'yin tarafdorlarimiz. Yana qo'shimcha qilib o'tadigan bo'lsak, birinchi o'yin Santiago Bernabeuda bo'ladi. Demak, Real Madridga ancha kuch, dalda bo'ladigan muxlislar ham ko'p bo'ladi. Shuni ham e'tiborga oladigan bo'lsak, Real Madridning ham imkoni bor baribir. Manchester City hozirgi kunda kuchli bo'lgani bilan Real Madrid ham o'ziga yarasha o'zining uyida tarkibi yomon bo'lsa ham uncha komandalarga yutqazmaydi va ularni comeback qilib yutib ketadigan odati bor. Shuni ham inobatga oladigan bo'lsak, ancha kuchli o'yin, comebacklarga, balki gollarga boy. Va Real Madrid, Manchester City kabi katta komandalarga uy o'yini bo'ladimi yo safar o'yini, birinchi o'yinda natija qanday bo'ldi, bu unaqa katta ahamiyatga ega emas. Ular har qanday stadionda, har qanday bosimga qarshi tura oladi va tura olishga majbur, chunki ularning muxlislari oldidagi majburiyati va Real Madrid bu o'yinni egasi sifatida qatnashadi baribir. Undan kuchli o'yin kutib qolamiz. Menga eng qiziq o'yinchilardan biri bu Arda Güler. U Bellinghamsiz dastlabki sezon boshida kuchli o'yin ko'rsatayotdi va Bellingham qaytgandan keyin uni o'yinda biroz siqilib qolganday bo'ldi va Bellingham ketgandan keyin ham juda ko'p heytlarga uchradi. Buning sababi Bellinghamsiz u maydonda unaqa o'zini juda ko'p ko'rsata olmayapti, lekin shuni unutmasligimiz kerak, Arda Güler jang qila oladi, u jang taklif qila oladi. Kerak bo'lsa kreativligi bilan ham, boshqa jihatlarda ham o'zini ancha ko'rsata oladi. Bu o'ylaymanki, bugun Manchester City himoyasini
ancha qiynab qo'yadi. Siz bunga qanday fikrdasiz? Cityda bu kabi o'yinchilar bormi? To'g'ri, Arda Güler hozirgi kunda eng yosh, eng yaxshi yarim himoyachi, hujum yordamchisi sifatida ko'riladi. Jude Bellingham yo'qlik paytida Arda Güler o'zini yaxshi ko'rsatdi. O'yinlarda ham gollar, assistlar. Bugun ham shunday o'yin kutib qolamiz. Men eng qiziqqan tomonim Real Madridning eng jonkuyar o'yinchisi Valverde bugun qaysi pozitsiyada o'ynaydi ekan? Shu haqida to'xtalsak. Trent va Carvajalning sog'ligi va jismoniy holatda ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, Federico Valverde katta ehtimol markazda o'ynaydi, chunki Trent baribir o'yinda kerak bo'ladi. Uning paslari, uning harakatlari, uning jozibador harakatlari Realga ancha yordam beradi. Mening fikrimcha ko'proq biz chap qanotga e'tibor berishimiz kerak. Bu yerda Carreras jarohatda, Fran Garcia jarohatda va bizning umidimiz har doim yana Ferland Mendyga tushib qolyapti va bu birinchi marta emas, u ko'p hollarda Manchester Cityga qarshi chap qanot himoyasida o'ynaydi va Manchester City hujumchilarini ancha qiynab qo'yadi. To'g'ri, lekin Mendy oxirgi o'yinlarda o'zini yaxshi ko'rsata olmayapti. Shuni ham inobatga oladigan bo'lsak, bu qanotda Cherkin tushirishi mumkin Manchester City, ya'ni Pep Guardiola Cherkini o'ng qanotga tashsa, Mendy bilan birga-bir nima deydi, jang qiladi. Cherkin bilamiz hozirgi kundagi eng yaxshi dribling ustasi, eng yaxshi gol ustasi, gol pocher desak ham bo'ladi. Shuni ham inobatga oladigan bo'lsak, menimcha Cherkiga qarshi uncha o'zining kuchini ko'rsata olmasa kerak, menimcha. Bunga nima deysiz? Nima bo'lganda ham Cherki baribir hujumchini orqasida o'ynaydigan klassik 10 o'yinchi va agar qo'lim tushadigan bo'lsa, unga katta imkoniyatlar kamdan kam bo'ladi. Va so'nggi o'yinlarda ko'rdik, Hamyurtimiz Abduqodir Husanov long paslari bilan, long bollari bilan Cherkini ko'p vaziyatlarda birga-bir chiqarib yubordi, lekin u imkoniyatlardan foydalana olmadi. Va bugun ham menimcha undan ko'p narsa kutmasligimiz kerak. Va u ishonchimizni oqlaydi deb o'ylayman, lekin baribir u hujumchi emas, u hujumchining orqasida o'ynaydigan o'yinchi va hujumchiga ko'p imkoniyatlar yaratib berish kerak. Endi Arbeloni taktikasi haqida gapirsak, u endi bilamiz yosh, yangi mutaxassis sifatida qaraladi. Uning o'sha taktikalari unchalik muxlislarga ma'qul kelmayapti va kuchli emas, to'g'ri aytasiz. Kuchli emas. Xabi Alonso ketgandan keyin baribir Real Madrid tiklanish uchun baribir biroz vaqt ketdi. Ba'zi kuchsiz komandalarga ham yutqazib qo'ydi 1-2 marta. Endi bu o'yinda qanday taktikani ishga tushirar ekan Arbelon, shu haqida gapirsak. O'yinchilarni ko'radigan bo'lsak, katta ehtimol o'ng qanotga Trent Alexander-Arnoldni tushiradi. U Manchester Cityni yaxshi biladi va himoyachilarni ancha qiynab qo'yadi. U hujumga ko'p qo'shiladi, yaxshi paslar beradi va ancha yordam beradi va markaziy himoyada agar Rudiger bilan Alaba o'ynaydigan bo'lsa, Alaba jarohatda, yana markaziy himoya bizda ko'p ehtimol zaif, ancha qiynab qo'yadi, lekin Rudigerni bilamiz, u o'zini o'yinini ko'rsatadi va qo'lini ancha qiynab qo'ygan har doim. Markazda bo'lsa Kamavinga, Tchouameni, Valverde va albatta Arda Güler asosiy tarkibda o'z o'rnini egallab olgan yosh yulduz. Real Madridning olmosi deyiladi. Hujumda bo'lsa chapda Vinicius o'ynashi, bu uning joyi, uning zonasi, u bu qanot joyining qiroli, o'zining qanotida. Va markazda biz Gonzalo Garciani ko'ramiz. U albatta ishonchni oqlayapti, Real Madridda katta ishlar qilyapti. Real Betisga qarshi ham hat-trikni amalga oshirdi. Albatta buni unutmasligimiz kerak. U agar unga ozgina imkon beriladigan bo'lsa, u qo'ldan nima kelishini ko'rsata oladi. Endi aytadigan bo'lsak, Husanov juda ham zo'r o'yin ko'rsatmoqda oxirgi o'yinlarda. Bugun ham asosiy tarkibda ekan. Yana qo'shimcha aytadigan bo'lsak, bugun ham Husanov menimcha o'zini ancha ko'rsata oladi va Viniciusga qarshi ancha ishonchli o'yin ko'rsatadi va Viniciusga unchalik imkon bermaydi. Nima ham derdik, buni o'yinda ko'ramiz. Xo'sh, soatimiz millari 23:00 ni ko'rsatyapti ekan. Xo'sh,
2 soat vaqtimiz bor. Ungacha birinchi o'yin qaysi o'yin edi? Mabodo. Bugun birinchi o'yinimiz Sporting va Buduglimt. Bilamiz hozirgi kunda Buduglimt umuman to'xtatib bo'lmayapti, to'g'risi. Sensatsion o'yin ko'rsatmoqda. Manchester Cityni ham, Atletico Madridni ham, Interni ham ancha qiynab qo'ydi. Va to'g'ri, bu Joglimtni unutmasligimiz kerak. Bu soyadagi nima desak ekan, soyadagi qurol desak ham bo'ladi. U katta jamoalarni qiynab qo'yapti. Lekin buni ham aytadigan bo'lsak, Sportingda ham o'ziga yarasha juda ham kuchli futbolchilar, hujumchilar bor. Ayniqsa Luis Suaresni unutmasligimiz kerak. Bu hozir o'yin ko'rsatmoqda. Hozirgi kunda har bitta o'yinda deyarli har o'yinda bittadan gol uryapti, hech bo'lmaganda. Yana bir aytadigan bo'lsak, bu o'yin Portugaliyada bo'lgan. Demak, Sporting doimgidek o'sha o'zini o'yinini, ya'ni pressingga boy o'yin qiladi. Lekin Buduglimt ham Interni ham uyida yutib keldi. Bunisi ham bor. Atletikoni ham unutmasligimiz kerak. Atletikoni ham Madridda yutdi. Shunisi ham bor. Menimcha shu yo durang hisob bo'ladi yoki Buduglimt ancha katta hisobda bugun o'zini g'alabasini yana bittaga oshiradi. Nima ham derdik, bularni o'yinda ko'ramiz. Sizlar bilan Asko kanali bo'ldi. Obuna bo'lamiz.